Ijtimoiy tarmoqlarga va telefonga bog'liqlikdan qanday qutulish mumkin? O'zi bog'liqlik aslida nima? O'sha зависимость deymiz-ku. Hammada har xil holat, kimdir insonlarga bog'liq, kimdir farzandiga, kimdir turmush o'rtog'iga va afsuski hozirgi kunda ko'pchilik aynan shu telefoniga va ijtimoiy tarmoqlarga bog'liq. Bu narsada nimani ko'rishimiz mumkin? Aynan o'zini shaxsiy hayoti, qiziqishi va maqsadlari yo'qligidan darak. Insonni aniq maqsadi bo'ladigan bo'lsa, o'sha maqsadlari tomon harakatlanadi va uni hech narsadan to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni lokatsiya belgilansa, bitta maqsad qo'ydingiz, maqsadingiz lokatsiya deb oladigan bo'lsa, o'sha tomon harakatlanish uchun hech narsa sizni yo'ldan to'smaydi-da. Bu narsa insonning xarakteri, temperamentidan ham kelib chiqadi. Misol uchun, men o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, meni orzu, niyat, maqsadlarim bisyor va hozirgi kunda meni ishim ijtimoiy tarmoq, telefon bilan bog'liq bo'lsa-da, men o'zimni ishimni joylayman va chiqib ketaman. Sirazu men boshqalarni kuzatishga vaqtim ham, quvvatim ham yo'q. Fiziskiy men uspet qilmayman, chunki meni aniq belgilangan lokatsiyam bor. Qaysi tomonga harakatlanishni va nimalar qilishimni aniq bilaman. Endi sizda shunaqa зависимость, ya'ni bog'liqlik bo'ladigan bo'lsa, telefonsiz tura olmasangiz, ijtimoiy tarmoqlarsiz tura olmasangiz, har 2 sekundda telefoningizga qarayversangiz, har 2 sekundda o'sha qayerda nima bo'lyapti deb qiziqaveradigan bo'lsangiz, bu o'zingizning shaxsiy hayotingiz yo'qligidan darak. O'zingizning shaxsiy hayotingiz qiziqarli emasligidan darak. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Farzandlarimni maktabdan olishga bordim-da va ikkita onani ko'rib turibman. Biz maktabga borganda farzandlarimizni chaqirib berishadi. Ahramali o'sha paytda 5 minut, gohida 10 minut kutib qolaman. Atrofda men hozir kuzatuvchi bo'lganman. Ko'pchilikni kuzatish, umuman insonlarni, tabiatni, mana misol uchun hozir tarnovdan suv oqyapti. O'sha narsani ham kuzatib turib fikrlash menga yoqadi. Kimgadir bu g'ayri-tabiiy, qanaqadir noodatiy tuyulishi mumkin, lekin menga hozirgi xotirjam holatim va o'zim bilan o'zim ovora bo'lishim yoqyapti. Endi o'sha yerda kuzatuvlarim natijasida ikkita ona gaplashib turibdi. Men aslo buni muhokama qilish uchun emas, analiz qilish uchun aytib beryapman. Ikkita ona gaplashib turishibdi, ikkalasining ham qo'lida telefon va o'sha yerda gapirishyapti. O'da ikkita blogermi yoki ikkita bilmayman, qanaqadir taniqli inson urushayotgan payti ekan va o'sha ikkita onani qiziqayotgan narsasini qarang. Qani anu istoriyaga javob qaytaribdimi, qo'yibdimi, atvat beribdimi degan savol beryapti-da. Ikkinchisi aytayapti, "Yo'q, hali javob qaytarmabdi. Agar javob qaytarsa menga yuboring, обязательно xo'pmi" deyapti-da. Qiziqayotgan narsalarini. Hayron qoldim. Odamlar ajoyib. Demak, ularni hozirgi kundagi o'sha qadriyati shu narsa ekan, telefon va boshqalarni hayoti bilan bog'liq ekan dedim. Bir payt ularning farzandi ham chiqdi. U ikkita ona hali ham fokusini boshqa joyga qarata olmayapti-da. Farzandlari chiqdi. "Ona, assalomu alaykum, biz chiqdik" deganmiz. "Jim tur, hozir men gaplashib olay" deb dalshi muhokama qilishyapti-da. Bu achinarli holat. Achinarli. Shu qadar telefonga, shunchalik ijtimoiy tarmoqlarga, shu qadar boshqalarning shaxsiy hayotiga fokusini qaratgan, o'zini hayoti o'tib ketyapti. Bolasi katta bo'lyapti, bolasi ona deyapti, bolasiga e'tibor bermayapti. O'sha paytda to'g'risi biroz tushkun holatga tushib qoldim. Qayerga qarab ketyapmiz? Kelajakda bu farzandlarning hayoti nima bo'ladi? Ularning kelajagi nima bo'ladi? Onalarning fokusi qayerga qaratilgan? Bu hamma onalarga tegishli emas, lekin oramizda shunaqa onalar yo'q emas. Bu narsa, ya'ni bir marta aytaman, o'sha telefonga bog'liqlik, ijtimoiy tarmoqlarga bog'liqlik sizning hayotingiz, shaxsiy hayotingiz yo'qligidan va shaxsiy hayotingiz qiziqarli emasligidan darak. Demak, siz uchun boshqalarning hayoti qiziq va siz boshqalarning hayoti bilan yashayapsiz degani. O'zingizning hayotingizga qachon qiziqasiz? O'zingizning hayotingizga qachon vaqt ajratasiz? O'zingizning hayotingiz bilan qachon mashg'ul bo'lasiz? Bitta shu savolni berib ko'ring. Bu telefon menga nima beradi? Va men bu savolga mana bunaqa javob beraman. Bu telefon meni ish qurolim. Men bu bilan ishlayman, pul topaman. O'shaning uchun bu telefon menga muhim va zarur. Va bu telefon orqali men o'zimning hayotimni ko'rsataman, boshqalar meni kuzatadi.
tushunyapsizmi? Siz bilan meni farqim shunda. Endi sizga bu telefon pul olib kelmasa, qanaqadir ham sizni kimdir ekanligingizni ko'rsatib bermasa, naborot siz boshqalarning prosmotrini, axvatini oshirish uchun xizmat qilayotgan bo'lsangiz, bu shunchaki achinarli holat. Aytishimiz mumkin, o'rganishimiz mumkin. Mana bir paytlar, misol uchun hozirgidek holatimda bo'lmaganimda aynan shu telefonga bog'liq bo'lib qolganman. Lekin bu telefondan men o'rganganman. Darslik olganman, audio kitoblar eshitganman, ma'ruzalar eshitganman va telefondan unumli to'g'ri yo'lda foydalana olganman. Endi o'zingizga savol bering. Bu telefon, bu ijtimoiy tarmoqlar, men kuzatayotgan insonlar menga nima beradi? Menga qanday pluslari bor? Pluslari ko'pmi yoki minuslari ko'pmi? Yoki shunchaki sizni shaxsiy qiziqarsiz hayotingizdan chalg'itib, umuman sizni fokusingizni chalg'ishingiz uchun oddiy bir matohmi? Bitta savol bering. Pluslari ko'pmi yoki minuslari ko'pmi? Hozir tan olamiz, telefonsiz ishimiz bitmaydi. Hattoki farzandlarimizdan darsi ham telefon orqali. Buni tan olamiz. Bu plusga ishlaydi. No minuslari sizni vaqtingiz, umringiz ketyapti degani. Shu telefon orqali siz kurs sotib olishingiz mumkin, dars sotib olishingiz mumkin, ma'ruzalar eshitishingiz mumkin, audio kitoblar eshitishingiz mumkin. Pluslari ko'p. Lekin minuslari ham shunga yarasha ko'p. Agar bu telefon sizni fahsh ishlarga, g'iybat, muhokamalarga chorlaydigan bo'lsa, lutcha bu narsani tark eting. Hozirgi kunda rosa ham ko'pchilik aynan shu telefonga, ijtimoiy tarmoqlarga, ayniqsa yosh bolalarimiz o'yinlarga bog'liq bo'lib qolgan. O'sha narsani o'rnini o'zgartirish kerak. Bundan-da qiziqroq mashg'ulot, bundan-da sizga manfaatli keltiradigan qanaqadir ishlarni o'ylab chiqing va o'shalar bilan ko'proq mashg'ul bo'ling. Sizning hayotingiz qiziqarli bo'lishiga, siz uchun manfaatli bo'luvchi ishlarga faqatgina xizmat qilishini so'rab qolaman. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi bo'lgan bog'liqlik sizga faqatgina ilm olishingiz, o'z ustingizda ishlashingizga xizmat qilsin, boshqa narsalarga emas.